qoldik. Yo'q, hammangizlar, sizlar bilan men Shahriyor Flash tezlik sal pasaytiraylik. 3 4 O, chaqmoq qaranglar, sizlar chaqmoqda. Qaranglar, men tez yurishim, men flashligimni hamma bilsa kerak. Men do'stlar, men aytganim, xullas, men flashman va men bu qishloqqa o'z-o'zidan kelyapman. Bir ikkita ishlarim bor, shuning uchun ham ish kelyapman. Men tezligimni kuchaytirmoqchiman. Qaranglar, men faqat speed 0 dan 4 ko'ryapsizlar. Men shuni kuchaytirishim kerak-da, qaranglar. Hozir men faqat 4 gacha tezlik olaman. Mana birinchi tezlik, ikkinchi tezlik, uchinchi, to'rtinchi va undan keyin 0. Men shuni undan ham tezroq qilish uchun keldim bu qishloqqa. Esimda bo'lsa, mana bu serkib edi. Xo'sh, birinchi tezlikda bu serkibga kiraveramiz, agar shunisi bo'lsa albatta. Kiraveraymi? Tezlik to'g'ri olaylik-da. Yo'q, adashibman, boshqa serkib ekan. Men qidirayotgan serkib nazarimda deydi, mana bunisi bo'lishi kerak, mana bunisi. Do'stlar, bunisiga kelamiz va 3 4 to'g'rilaymiz. Siz vashi kimsiz? Siz vashi boring, keting bu yerdan, uraman hozir. Deyman, u men prosta yordamchim ko'rib turadi. Xafa bo'lib ketib yordamchingiz eshikni yopib. Hech qisi yo'q. Oq qishloqqa keyin ishni boshlaydigan. Albatta. O'z tayyormisiz? Do'stlar, hozir men flash bo'lib kuchayman va men tezligimni eslab qolinglar. Necha edi? 4 gacha qolsa qaranglar, 2, 3 va 4. Hozir men shu tezlikni kuchaytiraman. Ko'kinasizlar nima? Ishing bo'lmasin. Mayli. Men kunok orqali men kuchaytirasizmi? Albatta. Boshqa siz aytasiz, 3 yo'q. 2 yo'q. 1. Stop. Cho'tirmadir, g'alati qilib chiqaveraymi? Albatta. Do'stlar, kostyumim o'zgardi, qaranglar, yaxshilab. Halgina boshqacha edi. Men kuchaydim, do'stlar. Bir ikkidan tashib ketsam maylimi? Albatta. Qachi? Birinchi o'rinda tekshirganimiz tezlik mana. O'tgan safar esinglarda bo'lsa 4. Eng katta tezligim 4 edi, 4. Bu safar esa 6 do'stlar, tezligim kuchaydi. Endi men 6 gacha qolaman. Qani eng balandga qo'yaychi? 5 6. Xo'sh, endi. Oppo, do'stlar, bunaqada bir pasda hozir qani qayerga tez yurishim do'stlar, bu shunchaki juda tez-ku. Do'stlar, bundan tez bo'lishi mumkin emas. Men shunchaki halgina desam mumkin. Ma'budman, juda tez yuryapman do'stlar. Balki bundan tez yurish ehtimol kelajakda bo'lar. Voy. Chuqurga tushib ketdim. Do'stlar, 3 metr balandlikka ham sakrayapman do'stlar, 20 metr balandlikka oddiy sakrash bilan. Va yana yangi qobiliyatlarim paydo bo'libdi do'stlar. Yo'q, nima qildim? Ko'zimga oldinsa ko'rinib ketdi do'stlar. Voy, chuqurga tushib ketdim. Do'stlar, bu juda zo'r, lekin tez yurgan sari qornim tez ochadi do'stlar. Shuning uchun ham o'zimdan doim ovqat olib yuraman. Va qobiliyatlarning yangisini ko'ramiz. Xo'sh, birinchi qobiliyat yangi ochilgan. Bu mushlar. Do'stlar, nima qilyapman? Ampachman bo'lib ketibman do'stlar. 8 urinib olganman. Qaranglar, qanaqa tez urishim qo'llarim bilan. Yaxshi, bunisi nima? Birorta odam topishim kerak ekan. Masalan, cho'chqani deylik. Nima qilyapman mana? Xo'sh, cho'chqa mana haqqa. Shu oldim do'stlar. Juror ekanman shu. Orqa qo'yardim bu. Nima yerga keldi bizga. Bu nima? Hali rangimi? Nahotki bu rangi bo'lsa? Tushunmadim nimaligini. No in our church. Dedan yetarlicha kuchim bo'lmasa kerak. Lekin do'stlar, o'tgan safar esinglardan orqamdan chiqayotgan chaqmoq sariq edi. Bu safar esa u havo rangiga aylanibdi, qaranglar. O'tgan safar sariq chaqmoq, bu safar esa havo rang chaqmoqlar. Sezdinglarmi? Va men bundan ham tez yugura olaman. Lekin tez yugurishdan unchalik ma'no yo'q. Tezlik to'g'rilaylik do'stlar. Va yana bitta qobiliyatim paydo bo'libdi, yangi bu niqobni yechib kiyish. Hoppa. Yaxshi do'stlar, to'g'rimi? Hoppa. Bu juda foydali do'stlar. Bundan foydaliroq ishni bilmayman. Do'stlar, men flashman balki yana kuchaytirishim mumkindir. Hozir doktordan so'rayman.
Faqat avval do'stlar biz jicha demoqlamiz. Men bir chekib olay. Deb. Do'stlar, bundan zo'r qobiliyatim bo'lmasa kerak. Qornim maza qilib do'ydira olaman do'stlar. Juda yaxshi. Stop. Orqamda kim? Pastda. Mana nima razboyniklarmi? Stop do'stlar. Bizni qishloqqa razboyniklar hujum qilibdi. Tezda qahramonlarni chaqirish kerak. Ular qahramonlar ularni Stop. Axir menda yangi qobiliyatlar bor-ku. Tezlikdan odam paydo bo'ldi do'stlar. Faqat niqobni kiyib olay. Kiydimmi o'zim? Ha, kiyibman do'stlar. Ana endi esa ularni adabini berishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi mana bu ikkitasidan boshlayman. Iya, tezlikni yoqmanmi ikki do'stlar. 1 2 Voy. Ular tezligini eng balandiga qo'ymasak, ular menga yetib olishyapti. Ular kutmagan joydan kelib qolaman, shuning uchun ham menga 6-tezlik kerak. Bo'ldi do'stlar, 6-tezlik menda va endi men ularni uraman. Qani o'zi? Bo'ldi, bittasi tayyor va yana mavlar ham qoldi. Qani sen kel. Xuttaliga juda tez uryapman. O'sh hammasini yegaman degan umiddaman do'stlar. Bo'ldi, boshqa yo'qmi? Do'stlar, sekinroq bu yoqqa endi eshitroq bo'lamiz. Damage'im 13 ekan do'stlar. Men qansan? Yaxshi do'stlar, tez. Yangi qobiliyatlarim juda zo'r. Men kimga kelasan? Bo'ldi do'stlar. Gemlar ulardan tushar ekan, gemlar izumrudlar to'g'rirog'i. Olishni o'zi bo'lmayapti do'stlar, juda tez yuguryapman. Bo'ldi. Va yiqilishyapman do'stlar. Boshqa men o'ynaydi ko'ryapman. Bitta, ikkita, uchta. Juda ko'p ekan do'stlar ular. Ularni hammasini adabini berishimiz kerak do'stlar. Tezlikni sabab tushirib do'stlar. Kelinglar shu 6 bo'lmasa ekan, sal normalniroq edi do'stlar. 3 ta adabini beraylik, osonroq bo'ladi do'stlar. Mana shunda normalniroq salpal. Agar men yana devorlar ichida yurganimda tez yugurib, unda eng zo'rroq bo'lar. Menga jeleza tushdi, demak ular golemni yengishibdi do'stlar. Chunki yerda o'z-o'zidan jeleza qolmaydi. Shu pillager oxirgisiga umiddaman, chunki men hozirgina qishloqni qutqardim. Oq qishloq balki menga rahmat deb meni yana bir marta kuchaytirib berar. Qishloqni yaxshilab qidirish kerak. Xo'sh, boshqa pillager yo'qmi? Yo'q qo'shadi. Demak, serkuvga qaytib boramiz. Men shunisi meni serkuvim edi esimda bo'lsa. Xo'sh, do'stlar, qani boshladik. 2 3 4 5 6 0. Xo'sh, do'stlar, nima degandim? Men ham bir kuchaytirib olsam, qishloqni ham qutqardim. Albatta. Aniqmi? Lekin aldamagan. Boltam bor. Men seni aldamagan emas, sen qishloqni qutqarding. Rahmat ukam. Sen olib qo'y joyingga. Qo'yardimmi? Albatta. Sabr surib qo'y joyingga. Farq yo'q, qach ashdan bosaversan knopkani. Do'stlar, men eslab qolinglar. Shunday chiroyli edim va men bunday niqob dedim. Qani, boshla. 3 2 1 mi yana? Oho. Ey, boshim, o'zim juda g'altis qilyapman. Quloq shitib oldingmi? Albatta, Shohriyor. Voy, boshim do'stlar. Biz flashimiz va stop. Men nima sarg'aydim va cho'ta tagim sal bir qorarog'i, lekin tepam sariq. Demak, men sarg'ayapman do'stlar. Va endi tezligini ko'raylik. Tezligim 9 do'stlar. Ko'zim qizil bo'ldi. Menga shuncha do'stlar, ko'zim o'z-o'zidan qizil bo'lib qoldi. Tezligimni yo'qotdim. Bundan tezroq 6 7 8 9. Tezlikni ko'rish kerak do'stlar. Hozir tekis yo'l o'taman. Do'stlar, bundan tezroq hali odamni taniyman, mendan tezroq. Buncha tez, hali 6 edim. Bu esa umuman 9. Agar yana devorlar ichida yurish qobiliyatim bo'lgan, shu voy, umuman men juda zo'r. Mana bunaqa bemalol Minecraft o'tib o'raman, buncha tezman. Mendan tez odamni tanimasam kerak do'stlar. Kim mendan tez? Men endi flash emas, qayta flash deylik-da, meni qayta flash, ha. Va chaqmoqning o'rniga yangi qobiliyatim paydo bo'ldi va buni nimaga ekanligini bilmadim do'stlar. Do'stlar, bu qandaydir shamolli ataka ekan, shamol. Shamol qilar ekanman, mana qaranglar. Qo'lim juda tez aylantirib shamolli ataka qilaman. Bunisini bilasizlar, buni tez atakalarni ham bilsangiz kerak. Do'stlar, men qandaydir
Ko'zlarim qizil do'stlar, qaranglar yaxshilab. Tezligini 0 qilsam, 0 qilsam nima bo'lar ekan? Orqamdan ham qizil haligini chaqmoq chiqyapti. Tezligini 0 qilsam, ko'zlarim oddiy bo'lib qolar ekan. Bu juda yaxshi. Kostyum yoqdi, qobiliyatlar ham yoqdi. Do'stlar, xo'sh, biz esa sizlar bilan qishloqni qaraymiz. Yana boshqa dushmanlar bor ekan. Pillagerlar bor edi. Tezlikni 9 qilmaymiz, 2 yetadi. Qishloqni sekin aylanib chiqamiz, to'g'rimi do'stlar? Do'stlar, o'sha qornim juda ochdi. Butun qishloqni qaradim, hech qanday g'alati, noyob narsalarni ko'rganim yo'q. Va Vardan do'stlar, bizga juda katta tezlik kerak. Bizga yetib olyapti. Yashin tezligimiz bor, normalniy. Undan juda tez qochib ketyapmiz, do'stlar. Qorni ham to'ydirib turish kerak, chunki pillagerlarmi? Pillagerlar ketmagan ekan, do'stlar. Juda g'alati. Bosimizga aytamiz, boss kelyapti. Qaniydir boss deyishdi do'stlar, lekin bularni hammadan beramiz. Bossi bularni Vardan bo'lmasa kerak, do'stlar. Akalar, Vardan haqida gapirsak, Vardan o'zi qani? Yaqin atrofdagi bilinib turibdi do'stlar, hamma qorayib ketdi. Mana bu yerga keldi do'stlar. Do'stlar, uni adabini berish uchun menga qanaqa oltin olmalarsiz, uni adabini berish qiyin bo'ladi do'stlar. Agar tezlikni eng balandga qo'ysak, balki urug'ni mana shunday ko'p tezroq bo'lar. 6 9 7 8 9 do'stlar. Endi Vardan bizga hech yo'q qilolmaydi. Qani kel Vardan, Vardancham. Damage'imiz 15. Mana men degan Vardan ham hozir bizdan yeb qoladi do'stlar. Qanisan Vardan? Do'stlar, jon kam qoldi. Jon kam do'stlar. Qornini to'ydirib olgan payt ham keldi do'stlar. Chekinamiz. Qishloqdan umuman chiqib ketdimmi deyman. Titrab qoldim do'stlar, qalinglar qaltirayotgandi. Ko'zlarim baribir ham qizil, lekin do'stlar, bu umuman bo'lmagan ish ekan. Qornim juda och do'stlar. Oltin olma chiqib qolganda juda zo'r ish bo'lardi do'stlar. Menga o'sha oltin olma kerak. Vardanni ko'rganim yo'q, lekin do'stlar, demak yaqin orada Vardan ham yo'q do'stlar. Lekin albatta hozir yengishimiz shart, chunki keyinroq menga xalaq beradi. Keyinroqqa qoldirsam bo'lmaydi. Yaqin orada haligi bilinib turibdi. O'z bilan topadim, men boraym yoniga. Topadi degan umiddaman, chunki men uni to'g'ri zerikib ketdim, mana do'stlar. Vardan tog'aning o'zlari ham keldi. Men Vardan. Do'stlar, kelsin Vardan, biz uni adabini beramiz. Sirkil qaysi sakrab bordim do'stlar? Qonboshligini qaranglar, qanday balandga sakrar ketman. Vardan mana yoqqa kel. Bo'ldi, ko'rdingiz do'stlar, Vardanda ana endi uni adabini beramiz do'stlar. Do'stlar, jon kam qolsa sirasiz qochaman, lekin bizga qandaydir ovqat xalaq bermagan bo'lar do'stlar. Vardan bilan jangda. Ovqatim bor, lekin nima ovqat degan ma'noda ovqat degan ma'no emas. Otnoma xalaq bermas do'stlar. Qishloqni Vardandan qutqarish oson emas ekan umuman. Menga regeneratsiya kerak. Men nima yetishmayapti menga do'stlar. Yashin shamollar takan bor ekan. Yangi. Do'stlar, lekin bunaqasida bitta ish chiqishiga ishonchim komil emas. Bu bilan bunaqa Vardan bilan biz bunaqa hali 1000 yil urishamiz do'stlar. Voy, jonim kam qolyapti do'stlar. Yengdik. Do'stlar, biz Vardanni oxiri yengdik. Juda qiyin jang bo'ldi va men qishloqni Vardandan qutqarib qoldim do'stlar va tezlikni 0 qilaylik, o'sha titrab hamma yoq g'orga do'stlar. Vardandan qishloqni qutqardim va bu juda zo'r edi. Do'stlar, sariq rang rostini esa menga ko'proq yarashdi do'stlar. Endi Ali Serkovni topamiz. Faqat bu safar oddiy peda boraman do'stlar, chunki hozir shuncha yugurib o'sha engirgan, umuman yugurganim, hadorim nima holim yo'qganim. Qalilar o'sha oddiy yursam tez yugurgan bo'lib qoldim. Flash kelandim shekilli. O'zi haqi flashmanmi? Shu Serkov bo'lsa kerak bizga, mana.
Короче, Vardindan qutqardim. Vardin ketdimi? Albatta ketdi. Qo'qoq. Hamma ishni o'zim qildim. Mana Vardin haliga blok yo'q. Mana mayka senga beraman короче. Mana mayka qo'ydim. Qayerga qo'ysam ekan? Men mayka qo'ydim короче. Ishlatasan. Yo'qot. Qo'qoq olib qo'yasan o'zing men nima qilaman? Bu narsani. Ki senga deydi, men aytroqqa senga pillajerlardan tushgan boltalar. Bu boltalar menga umuman kerak yo'q. Va ki menga normal oltin olma topib bergan. Tushundingmi? Men umuman 59 ta go'shtim qoldi xolos bu menga oltin olma top. Hop. Kuchaytir meni. Hop, 3 gacha sana. 3 2 1. To'xtinglar do'stlar, kuchaytirmanglar. Hop. Do'stlar, meni eslab qolinglar, shunday sariq kiyimda juda ajoyib bola edim. Sariq kiyim dedim. Endi boshla. Hop. Ay. Oy. Voy, o'zimni g'alati his qilyapman, hamma yoqim og'riyapti-ya. Bo'ldi, yor, faqat sendan sabr qo'yapman. Nega qo'qasan? Stop, men qobiliyatlarim qani? Sen golografika o'yini qo'shdim. Men sen xohlagan qobiliyatni tanlashing mumkin. Golografika o'yini temir odamga o'xshabmi? Birinchi o'rinda do'stlar tezlikni tekshiramiz. 10. 10 do'stlar, 9 edi 10 ga aylandi. Do'stlar, o'sish bor, do'stlar, o'sish bor. 6, 7, 8, 9 va 10 do'stlar. Yaxshi o'sish bor do'stlar. Stop. Stop do'stlar, men nima qora bo'lib qoldim hamma yog'im. Niqobni yechishim mumkinmi? Qobiliyatlar bor. Juda yangi qobiliyatlar va time remand. Rostdan bor ekan. Xo'sh, biz qobiliyatlarni tekshiramiz. Birinchi bo'lib tekshirmoqchi bo'lgan qobiliyatlarimdan biri mana bunday qiladi. Slow motion. Bu vaqtni sekinlashtirib qo'ygan do'stlar. Do'stlar, vaqt sekinlashib qolar ekan. Do'stlar, qobiliyatim juda zo'r. Slow motion o'chirib qo'ysak, hamma yoq sekinlashib qolar ekan. Xo'sh, keyingi qobiliyat phasing. Do'stlar, men qanday g'alatiroq bo'lib qoldim. Strekga yoshab mayli. Xo'sh, ko'rilish, chaqmoq yaxshi ekan do'stlar. Xo'sh. Bu qobiliyat haliginda qilmaydi, devorlarga kirishga yordam berar ekan do'stlar. Bu haliginda qilmaydi. Juda zo'r qobiliyat. Shu kerak edi, tez yugurganda menga ras kerak bo'ladi do'stlar. Juda tez yuguraman va bu menga juda kerak bo'ladi. Bu ancha oddiy tez yugurar ekanman. Juda zo'r qobiliyat do'stlar, phasing degan, lekin o'chirib qo'yamiz do'stlar. Keyin yana qobiliyatlar bor ekan. Water running. Bu suv ustida yugurish do'stlar, qaranglar. Endi men bemalol suv ustida yuguraveraman do'stlar, qaranglar mana. Hali tushib ketganim yo'q. Turibman hozir bosganimga hech qaysi qilmay o'z-o'zi yurib ketyapti. Yursam mana bunday chaqmoq bilan oddiy yursam mana, ko'rdinglarmi do'stlar? Juda zo'r qobiliyat. Endi to'xtayman. Juda yaxshi qobiliyat do'stlar. Do'stlar, endi to'xtatamiz bu qobiliyatni va yana bitta qobiliyat bor ekan. Wall running, bu devorlar orqali yurish, tepaga. Bu qobiliyat menga mana bunday qobiliyatni berdi do'stlar, qaranglar mana. Hoppa, tepaga chiqa olaman do'stlar, qaranglar. Qarchi o'rgimchi odamdan zo'rroqman-da men do'stlar. Devorlarga opishib chiqa olaman. Masalan, men serkib bor do'stlar, serkib devorga birpas chiqib beraman sizlarga do'stlar. Ishonmayapsizlar sizlar do'stlar menga. Qaranglar do'stlar, mana maytroqqa o'tamiz do'stlar, maytroqqa. Mana bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar qanaqa balandga tez chiqqanimda? Devorga osilish qobiliyatini berar ekan, devorda yugurar ekanman do'stlar. Bundan zo'r qobiliyatni birinchi marta ko'rishim. Bundan o'tganlar bunday qobiliyatim yo'q edi. O'chirib keyin time remand degan qobiliyatim bor ekan. Bu meni vaqt yondosh qobiliyatim. Yondosh shariylmaydi. Yondosh o'rnidagi men mana shunaqa narsa kerak do'stlar, bu vaqt. Vaqt o'tmishdagi men ot tursam u ham ot turadimi? Kel, men otni birga haydab yo'q qilaylik. Yo'q do'stlar, do'stlar bunaqa qilib Lobit Ender Dragon'ni birga qo'yib qo'yamiz bu bilan. Men buni ham urchi. Urdi do'stlar. Bunaqa do'st bilan biz Ender Dragon'ni juda tez qo'qamiz do'stlar. Bunday qobiliyatlarim borligiga ishongim kelmaydi do'stlar. Meni vaqt qilganda ham bor. Qaranglar, men orqamdan yurib qora mana. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Biz endi ikkitamiz. Faqat meni oq ko'zlarim bor, buni kelsa yo'q, afsuski. Bormi? Bor ekan, prosta men orqa tarafdan qarabman. O'g'irtmen. Shunchaki u boshqa vaqt birligidan. Juda zo'r. Time remand, keyin step asset. Bu nima? Sizlar bilmaring, bilmadim, lekin juda zo'r narsaga o'xshayapti. Bilmadim nima ekanligini, lekin zo'r narsa ekan. O'chirib qo'yaveramiz. Va qolgan qobiliyatlar o'sha eski qobiliyatlar. Fast punches, grabbing, time remand. O'sha bor ekan bu qobiliyatimiz. Storm do'stlar. Qolganlari eski ekan do'stlar. Mask on off. Do'stlar, qaranglar, bu qanday zo'r qobiliyat. Avval tezlikni eng balandda bitta yugurib ko'raylik. 10-tezlik do'stlar. Eng baland tezlik shu. Eng tezkor flash man. Do'stlar,
Qishloqning bu chekkasidan u chekkasiga yurdi 5 sekund yetib olyapman. Joy yana tekis, agar tekis joy bo'lsa do'stlar, umuman flash butun voy. Olam tugab qoldim deyapman ura. Daraxt bor ekan. Zagruska chanklar ham zagruska bo'la olmayapti do'stlar, qaranglar ura. Va 0-tezlikka o'taman. 0-tezlik. Bo'ldi, 0-tezlikman. Endi qolgan qobiliyatlarni ham ko'raman. Yana bitta qobiliyat bu punches. Buni bilsangiz kerak. Mening qobiliyatlarimdan biri. Bunisi shu olaman, bir yerda mob bosash otib yuboraman keyin. Bu esa qanaqadir shamolli qo'llarimni qilib shamol qilaman. Bu elektr qobiliyati. Bunga elektr kerak bo'lsa kerak. Endi hozir elektr energiyam yaxshi yo'q va bu niqobni yechib kiyish. Bitmay chiroyli do'stlar. Men sizlar niqobda qo'rqinchliroq ko'rinyapman. Ha. Yana bir ort emotsiya qilaydi. Ha. Do'stlar, oxirgi vaqt endi takim o'tishga yaxshi bo'ladi, lekin zamda shu bilan videoni tugatsak ham bo'ladi. Men dunyodagi eng tezkor flashga aylandim deb bermoq qo'rqmasdan aytaveraman. Do'stlar, sizlar bilan men Shahriyor edim. Mening vaqt ko'p ham edi. Oqishloq edi va juda katta tezlik edi. Vardan yengdik va shu yetadi deb o'ylayman do'stlar oxiriga. Bundan zo'r bo'lishi mumkin emas. Ha. Voy, nima qilyapman? Ha, do'stlar. Do'stlar, mendan zo'r yo'q do'stlar. Stop. Nima baynmi? Stop, bayn kelib do'stlar, uni adabini beramiz. Vaqt do'stim, qani adabini ber. Do'stlar, oxirgi bayn bilan ham urushayotganmiz. Juda qiyin bo'lsa ekan do'stlar. Bundan zo'r bo'lishi mumkin emas. Hozir bir ikkita qobiliyatlarni yoqib qo'yaman do'stlar. Phasing unchalik kerak emas. Slow-mo yoqib qo'yaman do'stlar va tezligini eng balandiga qo'yaman. 6, 9, 7, 8, 9 va 10. U endi umuman qila olmayapti do'stlar. Qaranglar, bitta joyda qolib ketgan. Qila olmayapti ham do'stlar, qaranglar ura. Bu kelinglar do'stlar, chesni urishaylik, vaqtni o'z holatiga qaytaramiz va endi u bemalol qimirlayveradi. Mana bo'ldi. Do'stlar, mening vaqt do'stim qani? Timerman. Mana do'stlar, paydo bo'ldi mening vaqt do'stim va endi baynda dabini beradigan payt ham keldi. Qani bayn? Ana bayn do'stlar. Uy, normalniy mumkin do'stlar. Bunchalik kuchli ekan deb o'ylamagan edim, lekin juda kuchli ekan bayn deganlari. Ushla bayn. Men qo'lda ishlaymiz do'stlar. Qani bayn o'zi lekin. Slow-mo umuman hech yo'q qolmayotgandi. Bu bayn deganlari lekin men buni qo'llarimizni tez qilib hozir bayn dengamiz. Ana do'stlar, baynni yengdik. Va bizga bayndan nimalar tushdi? Baynning kiyimi va 16 ta bunaqa g'alatiroq turtidium degan 16 ta kulrang izumrud do'stlar. Biz baynni yengdik do'stlar. Oxirgi eng zo'r zakat tugash bo'ldi va men to'xtanglar hozir. Shuni bitirib olgin do'stim. Ur. Bo'ldi. Ana endi tugatsak ham bo'ladi do'stlar. Shu bilan nazarda videoni tugatsak halol bo'ladi, chunki biz sizlar bilan baynni yengdik. Juda zo'r bo'ldi. Sizlar bilan men Shahriyor edim va hammaga xayr deb qolaman do'stlar. Sizlar bilan men Shahriyor edim va oltin o'rmonlar. Va men qora flashga aylandim. Ha. Endi men Batman bilan jang qilaman. Hammaga xayr do'stlar.